Bizi bugungi qahramonimiz mana Farruhbek. Farruhbek. 2 kilo marojnani yarı o'ynab, 600 mingdan yarı o'ynadi, yeb qo'ydi 2 kiloni, 300 dan olaman. Ana xizmati. Aka marojnaxonasida yeb qo'ydi. 2,5 kiloga javob berdi yarim soatda. Raqiblar bo'lsa chiqaramiz. challenge e'lon qilamiz aka. 2 kiloga 15 minutda 2 kilo ketdi. Yediganlar bo'lsa o'ynab qo'yaverasiz. 15 minutda 2 kilo Ves O'zbekistonga vizit. Ali bobo marjinasi yeyapti. Bomba. Aka adresni tushuntirib yuborasizmi? Adres Zangiobod. Kafeniki. Kafeniga Ali bobo. Adres. Bobo 40 metrda. Ali bobo kafesi. Xotinahal, rasmga tushadigan qanchalar rasm tushadigan joyida to'g'ri ro'parasida. Chaman svetofori, Tojmahal, Taxta bozoriga yetmashidan o'ng qo'lingizda Ali bobo kafesi. Ves O'zbekiston bo'yicha 2 kilo marojnani 15 minutda yuboradiganlarga vizit ketdi. Qolsa kerak. Malina qo'yishmi aytan? Ровно 2 kilo. Yonini ochib yuboringlar. Bir kilodan yarimiga kelganda aka yutqizganini tan oldi. Qiynalmasin dedim. Aka hali ketaveradi 1 kilo?